Notiq dedi. Maryam Qur'onda ismi bilan atalgan yagona ayol. Hatto unga butun bir sura bag'ishlangan. Muqaddas kitobda esa u oddiy ayol. Lekin bu nimani o'zgartiradi? Rostini aytsam tushunmadim. Muqaddas kitobda Maryam oddiy, lekin o'ziga xos. Luqo 1:48-49. Endi meni barcha avlodlar baxtli deb atashadi. Zero qudratli Xudo men uchun shu buyuk ishni qildi. Uning ismi muqaddasdir. Xudoning marhamati bilan Maryam o'ziga xos bo'ldi. U Masihni dunyoga keltirdi. Muqaddas kitobda ismi tilga olingan va hatto butun boblar bag'ishlangan ko'p ayollar bor. Debora, Rut, Ester. Muqaddas kitobda barcha odamlar, oddiy insonlar, kuchli va zaif tomonlari bor. Lekin Xudo ularni o'z maqsadi uchun ishlatgani uchun ular o'ziga xosdir. Muqaddas kitob odamlarga nisbat bermaydi va ularni avliyo bilishni talab qilmaydi. Biz Xudoning xizmatkorlarini hurmat qilamiz va sevamiz. Lekin shon sharaf va hamdard faqat Xudogadir. Siz muqaddas kitobdagi ayol qahramonlarni bilasizmi? Izohlarda yozib qoldiring, like bosing, bo'lishing, obuna bo'ling.